Nimaga uylanmayapsan deb. Lekin rizq borasida tashviq qilmang, qilmasligimiz kerak. O'zim boqolmay yuribman u. Xotin bola chaqani qanaqa qilib boqaman demaslik kerak. Bu noto'g'ri, bu haddimizdan oshish bo'ladi. Nima uchun haddimizdan oshish bo'ladi? Uni hozir gaplashamiz. Biz hammamizni Alloh azza va jalla sizlar rizqinglarni men beraman deyapti. Ya'ni Alloh rizqni ustiga olyapti. Ya'ni rizq Allohga oiddir deyapti. Rizqingiz mendandir, ammo jannatga bo'lgan harakatlaringizni o'z qilib qoling deyapti. To'g'rimi? Bir odam aytgan ekanda, qaniydi degan, koshkiydi Alloh aytsaydi, jannat meni vazifam sizlarni jannatga kirgizish, lekin bu dunyodagi rizqni o'zingizlar topinglar desaydi. Deganda odamlar nega unaqa deyapsiz deb so'raganda, o'ylab ko'rmaysizlarmi? Bu dunyoda rizqimizni qidirardik. Topsak topardik. Topmasak o'lardik. O'lsak jannatga tushardik. Ichidan orzu qilyapti. Qaniydi shuni, koshkiydi shunaqa bo'lganda edi, lekin unaqa emas. Bu dunyoda biz Alloh azza va jalla aytibdi, sizlar rizqinglarni o'lib qolmasliginglar meni zimmamda deyapti. Sizlarni men rizqlantiraman. Sizlar hech qachon tugamaydigan dunyoning g'amini qilinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Tamoman teskarisini qilyapmiz. Adashsak nima bo'ladi? Azobga giriftor bo'lamiz. O'shaning uchun aytyapti, koshkiydi deyapti, shuni teskarisi bo'lsa edi. Koshkiydi teskarisi bo'lsa edi deyapti, lekin bunday emas. Mana biz ota-onalar aytadi, yemay, ichmay bola chaqamni yedirdim, kiymadim, kiydirdim, bo'lmagan gap. Biz bola chaqamizni ham Alloh rizqlantiradi. Biz o'zimizni rizqimizdan kesib ularga bermaymiz. Biz shuni deb o'ylaymiz, agar sal o'zimizdan tepaga chiqib o'zimizni hayotimizga qarasak, bizni ham rizqimizni Alloh berayotganini ko'ramiz, o'zimiz topayotganimiz yo'q. Biz faqat harakatlarini qilyapmiz, sabablarini qilyapmiz. Alloh beryapti. Bizni ham rizqimizni, bolamizni rizq, har bir tirik jonda rizqini. Alloh aytayaptiki, seni ham rizqingni men beraman.